Jigarlar, biz hozir Asaka Bobur oldida choychi Abidamiz. Ketdik Ramazonni qatnashdik. Choychi Abi, ketdik. Assalomu alaykum. Bildilarmi? Qozonga yo'qotdilar. Bildilarmi? Aqalama aq 100 so'mdan 100 so'm pulga ot oldik. Otni sotib biz oldik. Gulnora yotadi bechora. Eshigingiz tagida oy ko'rdik. Aqalama aq chiqaringna 100 so'm pulga ot oldik. Otni sotib ro'za keldi. Qozonga yo'q. Aqalama aq 100 so'mdan 100 so'mga charchab keldik. Jigarlar, voqalar, choychi Abi haligi mana Asakada kelganda eng hozir rekord darajasiga chiqdi hozir. 25 so'mlik xursand bo'lardik. 50 so'mlik ham bor edi o'sha paytda, lekin bizdan oldingi partiya yugurib olib ketishardi. Hamma taniydigan Deu apteka, hamma biladi, Asakaliklar hammasi biladi. Bobur yonida Deu aptekasi. Assalomu alaykum. Xo'p, ketdik jigarlar, bosamiz. Ro'za keldi. Bildilarmi? Qozonga yo'q. Quydilarmi? Qani aqalama ya. Aqalama a 100 so'mdan 100 Jigarlar, aptekadan nima kutamiz? Aptekadan vitamin dori, shok, respekt. Hamma biladigan joy bu. Asaka Deu aptekasi. Hozir nomi o'shalar bo'ldi jigarlar. Ketdik, keyingisiga o'tamiz. Aka, rahmat katta. Nima bildi? Uy, mazali kalsi. Voqeani qaranglar. Pul beradi dedi. Mana kalsiya. Kalsiylar berdi. Rahmat. Buni esa kuchli bo'lamiz. Ketdik. Yer yong'oq, yana o'rik qoqi, olma, keyin qandlar, har xil narsalar tushardi. O'shanda xursand bo'lib bolalik paytimizda. Jigarjonlar, biz hozir Asaka aylanishdagi Oqshombar, eski Oqshombar hozir nomi 77 market bo'lib qolgan Asaka hozir Ramazon avtobus. Assalomu alaykum. Ketdik, kirib kamera kirib olsin. Kirib olinglar. Ro'za keldi. Bildilarmi? Qozonga yo'q. Quydilarmi? Aqalama aq 100 so'm naq 100 so'm pulga ot oldik. Otni qizni atibiyora. Ketdi. Qamayapti kamera ichkariga kirdi. Kim bor bu yerda? Ketdik, qaytamiz. Get hozir nomini Energy Food'mi? Energy Food. Keling, olib kel. Bomba. So'zi Oqshomlarda, eski Oqshombar yonida Energy Food'ga keldik. Hozir Energy Food'da ham hozir aytamiz. Oching. Qani, Ro'za keldi. Bildilarmi? Qozonga quydilarmi? Aqalama aq 100 so'm pulga ot oldik. Otni sotib qilsaymi? Rahmat jigarlar. Amin. Qani, Energy Food'da topganiga baraka bersin. Ketdik, bo'ling. Amin. Energy Food'da topgan barakasiga iymon kelsin. Ko'pgina pullar topsin. Allohu akbar. Ben polis oldu. Malades. Bitti. Oğlum ketdi, yürüyün. Doğru aka, malades.
Ichida ayva qilib qo'ying bitta. Ayva qilib qo'ying bitta, ayva qilib qo'ying. Ket, polis bering. Erta to'lamiz, yo'l bo'yida erta to'lamiz. Mana kerak bizga pana. Ertangi kunga maktabimga bersa, maktabimga beradi-da, enam rahmatli bersa, xursand bo'lib boshqacha da'vatlar etdi ba'zilar. Ana kerak. Ket. Men mon Pul topamiz. Ashna qilib pul topamizmi? Xo'p, jigarlar, biz hozir Oqshombarda ro'parasiga nomini berdik bu yerda. Ketdik. Rustamjonni magaziniga keldik. Ketdik. Ichkari kira olaylik. Oldin ichkari kira olaylik. Ketdik. Rustam tog'asining oldiga keldik. Ketdik. Qani, Roza keldi. Bildilarmi? Qozonga yo'q. Qo'ydilarmi? Aqallanma. Mana. Mana, rahmat qilamiz. Ko'rishmoqda mayli. Yana. Mana somsa. Mazza somsa ochiq. Yashirqa yuringlar. Mazza somsa ketdik. Barakalla. Jigarlar, biz hozir mazza somsa aylanishda mazza somsaga ketyapmiz. Aylanishdagi eng zo'r mazza somsadamiz hozirda. Qo'llab boshlaymiz. Ketdik. Roza keldi. Bildinglarmi? Hozirlanga yo'q. Qo'ydilarmi? Aqallanma. Ye ana bo'lmasa, tashing. 100 so'm narxi, 100 so'm pulga ot oldik. Otni sotib qiz oldik. Qizni ati Nigora ana. Rahmat aytamizmi? Ko'rishmayapmiz bilan. Assalomu alaykum. Jigarlar, biz hozir Asakada Andijon stayankada turibmiz. Andijon stayankada hozir sho'pirlarga aytamiz. Ketdik. Birinchi qo'l opadan boshlaymiz. Roza keldi. Bildilarmi? Qozonga yo'q. Qo'ydilarmi? Aqallanma. 100 so'mdan. Onalar, so'p. Akil, kameralar akil. To'xta. Roza keldi. Aynadagi. Roza keldi. Bildilarmi? Qozonga yo'q. Rahmat jigarlar. Andijon stayankadagi sho'pir akalarimiz. Hammaga xush kelibsiz. Davom etamiz. Ketdik. Boshqatda pullarimizni hozir hisob kitob qilamiz. Olib keling, yaqinroq. Qani? Bu men sommagan. Hozir. Bu men sommagan, yegim Xo'p, mana ketgan. mana. Ellik hozir. 100 ming bo'ldi? Mana 20 ming bor ekan. Hisoblaymiz. 297 ming bo'ldi. Bilamiz-da. Yana qayerga aytishimiz yozinglar kommentga. Jigarjonlar. Mana. Bu qantimiz ham bor ekan. Bu qayerdan keladi qant? Dorixona, aptekada. Xo'p, jigarlar, qanday sanaymiz mana. 100, 120, 130, 40, 50, 160, 170, 180, 185 va 191 ming. Bitta. Bu 1000 so'm. Bu 1000 so'mmi? Ha, bo'ldi. Bitta qand. 191 ming. Bitta qand topdingiz. Yo'q, bu 1000 so'm. 1000 so'mmi? 192 ming bo'ladi shunda. Ha, men mana sizga mana pullar o'lim. Qani, jigarjonlar, biz shunchaki kayfiyat ulash uchun xudo xolasa kontent qildik. Sizlarga yoqqan degan umiddamiz jigarlar. Agarki sizlarning uylar yaqinroq joyda bo'lsa, Asakani qayerda tursanglar, Asakaga yaqinroq qaysi do'konlarga va qaysi xonadonlarga aytish kerak bo'lsa, yozinglar, faqat kommentga yozinglar jigarlar. Ikkovimiz hammaga kayfiyat!